Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bo'lsin. 22 aprel Amerika parlamentida xalqarалық diniy erkinlik yomaloq ustal yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim Idris va Uyg'ur harakat tashkilotining tashviqot aloqa direktori Sabrina Suhayl qatnashdi. Xalqarалық diniy erkinlik yumaloq ustalida Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim Idris apandi so'z qildi. U so'zida yaqin 10 yilda Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlarning kimligini yo'q qilish, vatanimiz Sharq Turkistonning boyliqlarini talon-taroj qilishni maqsad qilib, Uyg'urlar ustidan har xil ig'ir bostirishlarni to'xtamay ilib borganligini aytdi. U Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligining bir qismi sifatida sodir qilgan 3 chong jinoyatini tövəndikidek gavdlandirdi. Xitoy Kommunist partiyasi Uyg'urlarning mol-mulkini, yerlarini musodir qilib tortib olmoqda. Uyg'urlarning yerlarining 40%ni ularning roziliqisiz va ularga to'lab bermasdan tortib olib bo'ldi. 3 million 300 mingdan ortiq Uyg'urlarni majbur emgakka soldi. Ularni mustamlika ostidagi vatanimizning ichida va Xitoyning ichkari o'lkalarga o'tkab, insoniy huquqi, erkinligi va izzat hurmatidan mahrum qoldirdi. 1 millionga yaqin Uyg'ur bolalarini ota-onasidan, oilasidan majburiy ayirib etib, atalmish davlat qarmog'idagi yotoqli maktablarga o'rinlashtirdi. Ularning ona tilida so'zlashi cheklandi. Diniy e'tiqodi va Uyg'ur madaniyati bilan bo'lgan bog'lanishlarni saqlab qolish huquqlarini rad qildi. Ramazon oyida Uyg'urlarni tamoq yeyishga zo'rlab, tamoq yeyish jarayonini sing'i qilib, mahalla komitetiga kundalik yo'llashga majburladi. Abdukim Idris so'zining oxirida "Men har biringlarning ovoz chiqarishinglarni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib borgan vahshiy qilmishlardan javobgarlik tortilish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatishinglarni talab qilaman. Sukut qilish zulmga yo'l qo'yganlikdir. Biz birlikda adolat va inson izzat hurmatni qo'g'dashda ching turishimiz kerak" dedi. Yig'in qatnashgan Roshan Abbas xonim bilan Sabrina Suhayl yana Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz bilan ko'rishib, Uyg'urlarga bo'layotgan navbatdagi masalalardan ma'lumot berdi. Roshan Abbas xonim Ted Cruzning izchil Uyg'urlar bilan bir safda turib kelayotganligi va Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlarga ilib borgan barliq jinoiy qilmishlarga javobgarligini ustiga olish kerakligida qat'iy ching turib kelganligiga minnatdorligini bildirdi. Germaniyaning eng mashhur ximiya sanoat magnatlaridan biri bo'lgan BASF shirkati seshanba kuni bayonot e'lon qilib, o'zining vatanimizdan butunlay ayrilganligini e'lon qildi. Bu shirkat bir qancha yildan beri Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib borgan irqiy qirg'inchiligida muhim rol o'ynagan ikki Xitoy shirkati bilan sheriklik munosabat o'rnatganlik uchun xalqarалық tashkilotlarning qattiq ayblashiga duchor bo'lgan edi. Germaniyaning BASF ximiya sanoat shirkati seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida o'zining sheriki bo'lgan atalmish Xinjiang Markor ximiya sanoat cheklik shirkati va Markor Mayo ximiya sanoat cheklik shirkatidagi pay cheklarini Singapurning Verdi ximiya sanoat cheklik shirkatiga setib etganligini bildirdi. Mazkur shirkat bayonotida yana bu savdoning munosabatli organlarning ma'qulligi bilan dushanba kuni tamomlanganligini bildirdi. Ammo bayonotida o'zining pay cheklarini qancha pulga sotganligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Germaniyaning BASF shirkatining vatanimizdan bu qatim ayrilib chiqishi Uyg'urlarning haq-huquqlarini dafsanda qilish bilan ayblanib kelgan ikkinchi German shirkatining mazkur rayondan ayrilib chiqishi bo'lib, Germaniyaning eng chong avtomobil ishlab chiqarish shirkati bo'lgan Volkswagen mo o'tgan yili Urumchidagi zavodini setib, bu rayondan chekingan edi. Germaniyaning ximiya sanoat magnatlaridan BASF shirkati 2016-yili 1-oyda Korlidagi iqtisodiy texnik taraqqiyot rayonida Xitoyning atalmish Xinjiang Markor ximiya sanoat cheklik shirkati bilan sheriklashib, pol siliqlag'ich, sir va boshqa erituvchi mahsulotlarni yasashga ishlatadigan ximiyalik modda butanidol zavodini ochgan. BASF shirkati shu yil 7-oyda atalmish Xinjiang Markor ximiya sanoat cheklik shirkati bilan Korli iqtisodiy texnik taraqqiyot rayonida yana sun'iy talaning muhim xam ashyasi bo'lgan ximiyalik modda politetrametilin efirglikol ishlab chiqarish zavodi qurgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining vakillari o'tgan yil aprelda Uyg'ur emgak kuchlarini majburiy ishlatish bilan ayblangan Germaniya ximiya sanoat shirkati BASFning yillik yig'ini o'tkaziladigan Rosengarten markaz oldida namoyish o'tkazgan. Shirkatning ijroiya direktori Martin Brodermille
şirketning yillik yig'inida Xitoy bozorini davomli ichish, u yerda yangi zavodlarni qurish haqida so'z qilgan hamda o'zining mustamlik ostidagi vatanimizdagi zavodlarida Uyg'ur majburiy emgak kuchlarining ishlatilganligini rad qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon oshchog'da e'lon qilingan qurultayning bayonotidagi so'zida mazkur shirkatning vatanimizdagi zavodlardagi majburiy emgak masalasi ustida tekshirish ilib bormayli qolmasdan, balki yana Xitoyda texim ko'p zavodlarni ochmoqchi bo'lishi majburiy emgak xavfini kuchlantirdi degan. G'ayur Qurbon so'zida BASF shirkatini javob berishga chaqirib, şirket özünün təminləş zəncirinin kelgüsüdə məcbur əmgək və başqa kişilik hüquq dəfsənçilikinin aldını iliş üçün nimələrini qıldığanlığını düşəndiriş kerak degan. Germaniya Sodi gezitining 2023 yılı 5 noyabr e'lon qilgan tekshirish dokladida oshkorlanishicha, BASFning vatanimizdagi sheriki bo'lgan atalmış Şinjan Marker Ximiya Sanoati cheklik şirketi Xitoy hukumatining mustamlik ostidagi vatanimizdagi davlat homiyligida yo'l qo'yib kelayotgan Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkash programmasi bilan zich bog'lanishi bor ekan. İlgari Germaniyaning CDF radiosi bilan Der Spiegel gazeti BASF şirketining sheriki bo'lgan Markerning yerlik Uyg'urlar ustidan nazorat ilib berib, ular ustidan to'plagan uchurlarni Xitoy hukumatiga ta'minlab berganlik to'g'risida xabar bergan edi. BASF shirkati ayni vaqtda o'zining xizmatchilarining bu ishga aralashmaganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo sherikining Xitoy hukumati bilan hamkorlik qilganligini e'tirof qilgan edi. Amerika Ana vatan bexatarlik ministerligi 2023 yili Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga asosan vatanimizdagi 3 shirkatni o'zining qor tizimiga kirgizgan. Bu shirkatlarning biri atalmış Xinjiang Zhongtai guruhi bo'lib, uning mahsulotlarining Amerikaga kirishi cheklangan. Buning bilan Zhongtai guruhi Amerika Ana vatan bexatarlik ministerligining qor tizimligidagi Uyg'urlarni va boshqa oz sonli millatlarni majbur emgak silish qatnashgan 144 shirkatning biri bo'lgan. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi bir oydan beri borgan sir keskinlashib, Amerika hukumatining Xitoy qo'ygan umum tamojna bejining nisbati 245% yetgan bo'lsa, Amerika prezidenti Trump yakshanba kuni Xitoy va boshqa davlatlarning ismini atamasdan turib bayonot e'lon qilib, ularning tamojna beji qo'ymagan shakldagi aldamchilik qilmishlarini o'ttirib qo'ydi. Prezident Trumpning bildirishicha, bu hukumatlar o'zining pulini kontrol qilish, mallarni bozor narxidan to'van setish, eksport qiladigan mallarni moliya jihatdan yo'lash, yezigilik sanoatlarini qo'g'dash uchun ayrim o'lcham qo'yish, sanoat mahsulotlarini qo'g'dash uchun ayrim o'lcham qo'yish, iqlimiyliklarni o'g'irlash va tamojna bejidan qochish uchun mallarni 3-chi davlat orqali eksport qilish qatorliq aldamchilik qilmishlari ilib bordi ekan. Natijada Amerika har yili $1 trillion ortiq pul ziyon tortadi ekan. Amerika prezidenti Trump o'tgan chorshanba kuni o'zining ministrlari bilan Oqsaroyda ochgan yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio Xitoy shirkatlari to'g'risida to'xtalib, biz Xitoy shirkatlari Amerikada xohlaganini qila oladigan bir dunyoda yashaymiz. Ammo bizning shirkatlarimiz u yerda, ya'ni Xitoyda ruxsat berilmagicha hech nima qila olmaydi. Ondan ular bizning narsalarimizni, ya'ni aqlimiyliklarimizni o'g'irlab boshqacha yasab chiqadi. Bu xil tartibni qayta tangshash kerak. Chunki buning dunyoning tinchligi va bexatarligiga zo'r ta'siri bor deb bildirgan edi. Amerika prezidenti Trump dunyoning savdo tartibini qaytadan tanglab chiqish uchun o'xshamagan davlatlarga o'xshamagan darajada tamojna beji qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga eng yuqori darajada qo'yib, o'zi bilan savdo suhbati ilib borgan davlatlarning Xitoy bilan savdosini cheklashni tashabbus qilib kelgan edi. Ba'zi analizchilarning qarashicha, Amerikaning bunday qilishining tub maqsadi bo'lsa, Xitoyni dunyoda yetim qoldirish ekan. Xitoy hukumati Amerikaning boshqa davlatlar bilan ilib borgan savdo suhbatlarida o'zi bilan savdo qilishni cheklashiga qarata qattiq norozilik bildirgan. Xitoy savdo ministrligi dushanba kuni bayonot e'lon qilib, xushamad qilish orqali tinchlikka erishgili bo'lmaydi, murassa qilish orqali hurmatga erishgili bo'lmaydi degan. Xitoy savdo ministrligi bayonotida yana Xitoy hukumati har qanday bir davlatning Xitoyning manfaatini qayirib qo'yib, ayrim kelishim tuzishiga qattiq qarshi turadi. Agar bunday vaziyat shakllansa, Xitoy taraf buni qabul qilmaydi va qaytarma zarba xarakterlik tadbirlarni qo'llaydi deb bildirgan. Amerikadagi mashhur Xitoyshunos va Gateston institutining oliy tadqiqotchisi Gordon Chang apandi Amerika prezidenti Trumpning Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida texim qattiq bir maydonda turishni umid qilib, X'da Xitoy hokimiyatini qutqizishga bo'lmaydi. Sobiq prezidentlar Nixon, Bush va Clintonlar naq shuni qildi. Uning natijasi bizni bugungi mushu vaziyatga elib keldi degan. Amerika hukumatining bildirishicha, Amerika bilan 70 dan ortiq davlat yaqinda ayrim savdo suhbati elib bormoqchi bo'lib, Amerika o'tgan haftadan beri Yaponiya, Vietnam va Yevropa birligi qatorliq davlat va rayonlar bilan savdo suhbati o'tkazgan. Amerika prezidenti Trump
Өткен hafta Xitoy bilan oldimizdagi 3-4 hafta ichida suhbat o'tkazish mumkinchiligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaning Xitoy bilan qachon savdo suhbati olib berishi texicha noma'lum ekan. Amerika bilan Xitoy orasida bir oydan beri olib berilayotgan savdo urushi Xitoyning hamma yeriga qattiq ta'sir ko'rsatgan bo'lib, hatto mustamlik ostidagi vatanimizdagi iqtisodiy vaziyatmi borgan sari nacharlashib mangmoqda. Xitoyning Doyinda Urumchining iqtisodiy vaziyati tasvirlangan bir videoda bir Xitoy qiz bu yerdagi vaziyatning odam ishongisiz bir holatga yetib borganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.